va aynan mana shu video uchun shunaqa katta dacha olib yana biz yig'ildik. Va endi bo'lmasam, dachanchiga kirib, mana shu hamma ishni boshlaymiz. Ketdik. Do'stlar, biz yana mana shu Darkin saytiga kirib, yana mana shunaqa bir qotil bir klounlarni chaqiramiz. To'g'risi do'stlar, ko'rib turganingizdek, har doim ham bu videoni olish menga kayf bermaydi. Ya'ni hozir o'zim realan qo'rqaman va realan cho'chonman. Chunki har safar borganimizda qo'rqinchli kloun kelyapti va bu safar qanaqadir kloun keladimi yoki yana o'zimiz kirib hozir zakaz qilamizmi bilmayman. Lekin nima bo'lsa ham sizlar videoni oxirigacha ko'rsanglar, nimalar bo'layotganini tushunib olasizlar. Va albatta men 100% bilaman, mana shu videoni kommentiga ham sizlar, bu videoning keyingi qismi, ya'ni Darknet 5-qism chiqsin deb to'xtamasdan yozasizlar. Даже Instagram, Telegram ham, xullas hamma yoqda sizlar shu gapni yozdinglar. Ya'ni Darknet 4-qism haqida. Ya'ni 5-qismni ham so'raysizlar. To'g'risini ham do'stlar, biz mana shu tipa YouTube serialimizni 20 ga yaqin seriyasi bo'lishi mumkin. Faqatgina sizlar har bitta videoda aytilgan shartni bajarsanglar. Masalan, bu videoda men sizlarga 101 mingta like so'rayman. Va sizlar like juda ham tez yig'ib, omoniki video qanday tez so'ramasligingiz uchun obuna ham bo'linglar. Ya'ni 20 mingta yangi prям obunachilar. Biz tezroq 3 million bo'lib va 5 millionga qarab ketishimiz kerak. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling va like bosing. Boya o'tganimdek 101 ming like va 20 ming obunachi Darknetda 5-qism chiqadi. Agarda bu qismda tirik qolsa. Endi bo'lmasam do'stlar, Darkin saytiga kiramiz va buni har doimgidek o'sha meni kompyuterni bajaramiz. Bolalar tayyormisizlar? Har doimgi gapimiz. Bu oxirgisi deymiz. Menyuyimizga kir. Nimalar bor, ko'raylik. To'g'risini ham do'stlar, biz o'sha bo'lgan voqealarni Gambitaga ketdik, ya'ni ko'zlar oqarib qolgani va yana boshqa narsalarni. Lekin Gambitaga hech bola bo'lmadi do'stlar. Tanimayaptilar nima bo'layotganini. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz yana mana shu Darkin saytiga kirib oldik va tayyormisizlar? O'zi duxi bormi? Sal gapiringlar. Men chota qo'rqyapman, chunki o'tgan safargi voqealardan keyin Gambit aka bunaqa hammamizni qo'rqitib qo'ygandan keyin. Ya, Gambit aka mana shu prosta hazillashdi va bizni mana shu o'lim daftari yordamida bu jonni yo'q qildik. Mana o'zi qanaqa his qilasiz? Zo'r, cho'tki, ideal. Hozir yana qarindosh urug'larimizni chaqiramiz va shou bo'ladi. Qarindosh urug'ingiz? Bu hazilda. Ha, okey. Xo'p. Hazilda. Qamayli, bo'lmasa mana endi do'stlar, sal pastroq o'tishamiz va bizni chaqirmagan mana bu dahshat degan klonni chaqirib ko'ramiz. Nima deysizlar? Mahallinskiy, Nashinskiy dahshatlaridan. Dahshat. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijalari 26 ta odam. Umid qilamizki, 26 odam o'lmagan, просто klonga aylangan. Xo'p, u haqida o'qiymiz. Ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bittagina klon qaytib kelgan. Lekin u endi odamga o'xshamasdi. Mana de qizig'i. Chaqiramizmi? Da. Voy. Pichib. Bosaman. Shoshin kirmayapti. Mana qo'yganlarni bosib ko'raylik. Kirmayapti, hech qaysi bosilmayapti. Sayt ishlamayapti. O'tgan safar ham shunaqa bo'lgan. Ya, balkim tugagandir.